Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xohlasa keyingi obyektimizni bitkizib berdik. Obyektimiz razmeriga keladigan bo'lsa, razmeri 40 ga 11 metr joyga bir skatli qilib tashlab berdik. Firmalarimiz orasi biri 30 dan, shadramiz 65 dan. 4 metrga keladi, 4 metr joyimizga keladigan bo'lsa, 4 metr joyimizni firma qo'ymasdan bitkizib berdik. Bu yerga katta mashina kirib, yuk to'kaydan qilib bitkizib berdik. Mana setkalarni tortib, tunuka tayyor holatda qilyapmiz. Firmalarimiz keladigan bo'lsa, firmalarimiz orasi biri 30 dan, hamda shadralari 65 dan. Kimga mashina xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatda hamda Qozog'iston, Qirg'izistonlarga borib, ustanovka qilib o'rnatib berish hamma yoq ichida qilib beramiz. Hamda tunukasiga keladigan bo'lsa, tunukasi bonusga qatirib beramiz. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin.